Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gojet.com mevalar haqida video qilib boshladik. Bu Gojet.com mevalarimiz asli yurti Xitoyda Tibet o'lkasi. Xitoyda Tibet o'lkasida juda ham bir yaxshi rivojlantirilgan, даже dunyo bo'yicha eksportini yo'lga qo'ygan ular. Hozirda mana Rossiyada ham rivojlantiryapti. Italiyada, Amerikada, Turkiyada, qisqasi ko'p davlatlarda rivojlantirilyapti. Lekin O'zbekistonda hali bu juda bir yangilik. O'zbekistonda hali unday rivojlantirilmagan. Shifo baxshligiga keladigan bo'lsak, buni shifo baxshligi dunyoda birinchi o'rinda turadi. Mana shunaqa giyohlarning ichida. Bu asosan xususiyatlari nima qilyapti? Immunni ko'tarib beryapti, qonni suyultirib beryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashishini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopidagi, buyrakdagi tosh, qumlargacha tushirib beryapti. Keyin jigarni yog'lardan, toksinlardan yaxshi tozalayapti. Buni doimiy iste'mol qilib yurish kerak degan. Agar doimiy iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, sizda hech bir kasallik bo'lmaydi. Chunki ichak toza bu modda almashish yaxshi bo'lsa, qoningiz normada, suyuqda bo'lsa, immunitingiz baland bo'lsa, har qanday kasallik o'z-o'zidan so'rilib ketadi. Hozir bu iste'mol qiladigan kasalliklarimizdan sag'ir kasalligida iste'mol qilishyapti, yaxshi effekt beryapti. Keyin davlinada, suyak yemirishi, yurak yetishmovchiligi, bepushtlik, jigar siryozi, tanadagi og'doqlar, bo'g'in tortishlari, poliartritlar deyarli ana shu kasalliklarda iste'mol qilinyapti. Effekti yaxshi. Buni hozirda sotilyapti. Samarqand viloyati Paxtash tumani Tomo mahallasida sotilyapti. 100 grammi 70 ming, 1 kilosining narxi 550 ming. Ko'chatlarimiz ham sotilayotganda ko'chatlarimiz tugadi. Hozirda mana ko'karib turganlari bor, uzoq joylarga dastlabki qilish qiyin bo'lgani uchun yaqin oradagilar kelib olib ketishyapti. Ko'chatlarimiz donasi 100 mingdan bo'lyapti. Shu atrofda yashovchilar, mana tumanda yashovchilar agar kelib olib ketaman desa, ko'chatlarimiz ham mavjud hozirda. Bu kam qolgan, lekin bor hozircha. Stakanchalarga ekilgan, yaxshi ko'karib turibdi. Keyin buni iste'moliga keladigan bo'lsak, buni iste'moli 15 gram ertalab, 15 gram obedga ovqatdan oldin deyilgan. Kechga iste'mol qilinmaydi. 15 gram dan kamroq ham iste'mol qilish mumkin. Boshlanishiga iloji boricha 15 gramdan kam iste'mol qilish kerak. Chunki tana tonimaydi-da. Buni tarkibi juda ham kuchli. O'sha uchun tanani salgina moslashtirib olib, keyin iste'mol qilish kerak. Buni iste'mol qilib boshlaganda boshlanishigacha 15 gramni 2 ga bo'lib iste'mol qilish kerak iloji bo'lsa. Ertalab obedga, keyin ikkinchi kunlardan keyiniga o'sha ertalab 15, obedga 15 gramdan iste'mol qilib boshlasa bo'ladi. Chunki tarkibi kuchli. Tarkibida 21 ta mikroelementi bor. Kaliy, kalsiy, magniy, sink, selen, yod, shundan bir germaniy degan elementi bor. Bu germaniy degani insonda bo'ladigan onkologik hujayralarni bloklab turar ekan, rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Bu degani inson onkologiyaga chalinib qolmaydi. Keyin tarkibida 18 ta aminokislotasi bor. 18 ta aminokislota, limonda ham 18 ta bo'lmayganda aminokislota. Keyin mana asalari sutidan ham kuchli deyilgan. Keyin 8 ta polisaxarid, 8 ta monosakharid, 8 ta bikarotin deganlari bor. Omega 3, omega 6. Keyin vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitaminlardan C vitamini, A vitamini, E vitamini, keyin B vitaminlardan B1, B3, B6, B9, B12 vitaminlari bor. Mana shu inson organizmi uchun B vitamini ham juda katta bir rol o'ynab beradi. O'sha uchun doimiy iste'mol qilib yuringizlar, har qanday kasal so'rilib ketadi iste'mol qilib yurganda. Mana ichaklar toza bo'lgandan keyin kasalliklar so'rilishi aniqda.
o'zi inson organizmida ichakda juda bir katta roli borda. Inson sog'lom yashash uchun, uzoq umr ko'rish uchun. Buni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda deyilgan semirib ketish bo'lmaydi. Keyin odamni yosh orttiruvchi, keyin umrni uzaytiruvchi xususiyatlari bor deyilgan. O'sha uchun doimiy iste'mol qilib yurgan inson uzoq umr ko'radi. Bu Gujit.com mevalarini asosan Xitoyda boshlanishida faqat shu imperatorlar iste'mol qilganda, oddiy xalqdan bular juda bir yashirin holda ushlangan. Ular qanday yashirin holda? Mana imperatorlarda maxsus suv havzalari bo'lgan. O'sha suv havzalarining yoniga ekilgandan keyin o'shandan suvga tushgan mevasi o'sha suvdan imperatorlar doimiy iste'mol qilib yurgan. O'sha uchun sog'lom yashagan ular. Doim iste'mol qilib yurgan insonda juda bir yaxshi effekt beradi. Deyarli har qanday kasalni yengib o'tsa bo'ladi. Masalan, o'zim jigar sirozga chalingandim. 2 yil xuddi dorini iste'mol qilgandek iste'mol qilib yurdim. Ya Xudoga shukr 19-20-yillarda iste'mol qilib yurdim. Ya jigar sirozdan ham qutuldim. Koronavirus даже tegmay ham o'tib ketdi menga. O'sha uchun qiziqingizlar buni Gujit.com mevalariga, shifo baxshligiga iloji boricha doimiy iste'mol qilishga harakat qilingizlar. Doimiy iste'mol qilish uchun bir ikkitagina ko'chatini ekib olish kerak. Ikkita ko'chati bo'lsa, siz oilaviy iste'mol qilishingiz kerak shunda. Ikkita ko'chati bir oilaga yetadi iste'mol qilishga. Qo'ng'iroq qilingizlar, maslahatlashingizlar. Maslahatli iste'mol qilgan yaxshida. Qo'ng'iroq qilib aytib, so'rab, surishtirib iste'mol qilsangiz yaxshi. Mana ko'zning nurini ham kuchaytiradi bu. Mana tanadagi oq dog'larni ham o'sha bilan davolayapmiz hozirda. Effekt yaxshi beryapti. Faqat bu uzoq vaqt davom etadigan narsa. Bu oq dog'larni meditsina ham davolayapti. Lazer bilan, boshqa yo'llar bilan. Lekin oq dog'larni ham kompleksni davolamasa davolab bo'lmaydi. Chunki lazerni qo'yyapti, lazer teriga rang beryapti. Oradan 3 oy, 2 oy o'tib yana qaytalayapti. Ammo doimiy iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, sizda oq dog'lar umuman qaytalamaydi. Chunki doimiy ichangiz toza bo'ladi. Meditsina ham hozir aniq bilmayapti oq dog'larni tanadagi. Qayerdan beryapti? Ichakdan beryapti yoki modda almashinuvi buzilganmi yo imun tushib ketganmi? Aniq bir diagnozga kelolgan yo'q. O'sha uchun bu kompleksni davolasa, avvalam Xudo yo'l bersa, tuzalsa bo'ladi. Keyin boshqa kasalliklarda ham mana ko'z nurida ham yaxshi effekt beradi. Tarkibida zeoksidan degan moddalari bor, ko'zning nurini kuchaytiradigan. Mana jigaringiz toza bo'ldimi, ko'zning nuri ham kuchayadi. Mana o't qoplaringiz tozami, qon ham suyuladi. Qonni quyulashiga ko'pincha o't qoplari tiqilyapti, o'shandan bo'ladi. Hozir hayotda olib qarasangiz, ko'p odamda o't qopi dimlanish, o'p qoti qaytgan. Ras shunaqa kasalliklar bormi? Qon quyulashi boraveradi, suyulmaydi. Quyulashi boraveradi. Ammo doimiy iste'mol qilib yurgan odamda qon me'yorda suyulib boradi. Mumkin emas degan joylari ham bor. Bu mevani iste'mol qilishi kimlarga mumkin emas? Qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Homilador ayolga mumkin emas. Emizikli ayolga mumkin emas. 3 yoshdan pastga bolalarga mumkin emas. Mana temperatura qilib turganda mumkin emas. Mana qonni suyultiruvchi dorilar qo'shib iste'mol qilib yurish mumkin emas. Qolganlariga me'yori bilan iste'mol qilib ketaversa bo'ladi. Me'yordan ziyod iste'mol qilmas kerak. Me'yordan ziyod iste'mol qiladigan bo'lsa, mana ishni suraveradi, ko'ngil aynaydi. Keyin davlna ko'tarilishi mumkin degan me'yordan ko'p iste'mol qilganlar. O'sha uchun me'yordan ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Me'yori bilan doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga qiziqsa, telefon nomerlarini qoldiraman. Qo'ng'iroq qilingizlar, maslahat olingizlar. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.